Assalomu alaykum do'stlar. 2026-yil 12-aprel sanasida xudo xolasa mana lolani hali birov yurmaganda ko'rsatib qo'ygan. Qanaqa kattaligini, 20 gektar joyda bu tomonda mana bog'larimiz ham bor, daraxtlarimiz, salqin joylarimiz. Kelib bemalol dam olib ketishlarini tavsiya beramiz. Faqat o'tgan safar tashagan lakasamizga juda musor qilishib yubordi. Odamlarda bir vijdon ham yo'q. Musorini qilib tashab joylarni iflos qilib ketishibdi. Kelib chiroyli qilib mashinalarda kirishib yubordi. Mashinalar kirmasdan bir chekkaga qo'yib, maza qilib bir dam olib ketsalaring, boshqalarga ham, sizlardan keyingi kelganlarga ham mazada chiroyli bo'lib dam olib ketishadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Lakasamiz Telegram kanalida bo'ladi. Like bosamiz, obuna bo'lib. Ko'rsatib qo'ying katta ob'yomda. Bu tomonlarni ham, tevalarni. Salqin joylarimiz. Bu yoqda maysalarimiz bor mana. Ko'kmi.